Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun AutoCAD dasturida o'sha hech kim bo'lsa mana AutoCAD mana 2022 shunda o'tamiz mavzu. 25-24lar ham chiqqan. U unchalik bir-biridan katta farq qilmaydi. Ya'ni hozir sizlarga o'sha AutoCAD nima vazifani bajaradi, o'sha interfeys haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Asosiy ishchi oynasi mana shu. Hozir mana printscreen qilib chizib ko'rsatdi. Asosiy ishchi oynangiz mana shu bo'ladi. Mana shu yerda ko'proq ishlaysiz. Albatta keyin mana bu qismi bor. Mana bu yerga o'zini yozadigan buyruqlari bor. Keyin mana bu qismi bor. Asosiy shular. Keyin mana vkladkalar bor, вставить, annotatsiya bular bor. Masalan, mana vid va hokazo va hokazo. Buni ish jarayonida nima ekanligini tushuntiramiz. Hozir nazariy bularni aytib bo'lmaydi, chunki bu kompyuter ishida albatta bosib sangiz tushunasiz. Birinchi AutoCADga kirganingizda turqi tarovati deymizmi, tasvir izobrazeniya mana shunday bo'ladi. Keyin masalan sozdатni bosasiz, bosganingizdan keyin mana bunday chertishga o'tadi. Masalan, men bitta yozib qo'yibman, ko'ryapsizmi? Chertish 1 deb qo'yibdi. Misol uchun, misol bunday qilib aylanani chizdingiz, misol uchun deylik, aylanani chizdingiz. Bosib oldim. Endi qarang. Ctrl 1 deb bosasiz, mana bunday o'zining yordamchi nima deydi? Ishchi oynasi bor. Bunday qotirib qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda misol uchun bu yerda mana aylanasi, shu qancha razmer hammasini yozib ko'rsatyapti misol uchun. Hozir ichida o'zgartiradigan joyimni ko'rsatamiz. Qiladigan ishimiz bunday qavolamlar bunday qilib belgilab olamiz. Mana hamma tomonlama mana 5 ta nuqtasi yonida. Undan keyin mana masalan diametri chiqyapti. Misol uchun diametriga 10 mm masalan qilib qo'yamiz. Ko'ryapsizmi? Kichrayib ketdi. Juda ham mana. Ko'ryapsizmi? 10 mm. Bu ko'p, buni bir oxiriga yana qo'shamiz. Mana yerga 100 ming bo'lsa mana. Mana endi sal kattaroq. Ko'ryapsizmi? O'zini nuqtasi. O'tida mana. Ya'ni bu qo'shimcha o'zini svoysvasi. Har bitta ya'ni buni she'riyani yana ko'rsatamiz. Keyin bunda masalan list bor. Mana ko'ryapsizmi? Bu ma'nosi buni o'chirib qo'yib. Bu list ya'ni har bitta chizmangizda katta loyihalarda shu qog'oz formatda qanday chiqishi. Xuddi Excel'dagidek o'zi ko'rsatadi. Misol uchun tushuntira oldik-a. Keyin masalan shu ularni oldiga olib kelasiz, chonchani o'ng tugmasini bosib zakirpit nat stroke passasayn deb bossangiz o'zi masalan bitta ko'tariladi. Ko'rdingizmi? Oxirlasiz uni bosib yana bitta qiqsiz o'zi kamayadi avtomatik. Keyin qiladigan ishimiz buni cho'kaylik. Keyin qiladigan ishimiz chonchani o'ng tugmasini bosib parametrga kiramiz mana. Paydo bo'lsin. Bu yerda nima qilamiz? Ekran ichida masalan bitta o'sha nastroykasi qisqasi. Xohlasa svetl ya'ni oq qartirasiz, xohlasa to'm turaversin. Mana shriftga kirasiz. Bu kirishimizning sababi hozir chiqib olsin. Bu kirgan sababi qarang. Ya'ni bu yerda mana bu yerda o'zini AutoCADdan yozadigan buyruqlari borda. Masalan bu harflari juda katta. Uni o'rtacha yoki maydaroq qilmoqchiman. Bu zreniyaga nisbatan. Nastroykasi 12 da bo'lgan ekan, 10 da qolib ketdi, 12 ga qo'yaman-da, birinchi bitta bosaman. Misol uchun deylik. Xohlasa mana tümlini svetli qilib olasiz, misol uchun deylik. Birinchi bosasiz. Ozgina kutamiz. Ko'rdingizmi? O'sha oqardi. Orqa OK deb bosamiz. Ko'rdingizmi? Mana oqardi. Endi yana misol uchun shunchani o'ng tugmasini bosib parametrga kiramiz. Ya'ni svetlini tümli qilamiz. Nastroykasini o'rgatib qo'yapsiz, keyin birinchi bosamiz. Mana OK keyin oxirida mana. O'sha men ko'proq to'q rangda ishlayman. Sababi bunaqa. Nima deydi? Ko'z og'ritmaydi qisqasi. Keyin mana bitta kalitcha bor. Kalitchani bitta bosib, shunchani chap tugma keyin stroke jurnali komanda stroke bitta bosasiz. Mana bu yerga bitta bosamiz. O'chib ketib qoldi yana. Inakda ba'zi zboy berib qolishi mumkin. Mana bu yerda inakda masalan
bu yerga bir qo'yamiz, bitta interib olsam bo'ldi. O'zi funksionalda o'zini funksiyasi joyiga tushdi mana. Bittada bosganda o'sha masalan to'lbichak, ya'ni ruschasiga выделить, o'z ruschasiga ko'kartirish, belgilash funksiyasi ishlay boshladi. Mana bu yerdagi nastroykalari ham bor. O'zi masalan deb bo'lsa setka yo'q bo'lib qoladi, desa setka paydo bo'ladi. Xohlasangiz bu bosh shart emas, buni boshqa gaplar. Hali bularni ham tushuntiramiz asta-asta. Keyingi qiladigan ishimiz, ya'ni o'zimizga ma'qul bo'lgan o'sha nastroykalarda, sozlamalarda sozlab olishimiz kerak. Nastroykalarda nastroyka qilib joylashtirib olishimiz kerak. O'zimizga ishimizga ma'qul variantda qilib, sichqonchaning o'ng tugmasi, ya'ni parametrga kiramiz. Ekranda sveti bor, svetada komandli stroka bor. Bunda ключевой слово parametr komanda bor. Желтый bo'lib turibdi, qizil qilib qo'yamiz. Misol uchun. Okey. Okey. Mana ya'ni komanda zadachi ko'ryapsan, qizil bo'lyapti. O'sha tugmasiga o'sha tez yaxshiroq ko'rinadi ko'zga. Xohlaganicha o'sha mana bu yerda beriladigan komandani o'sha yana parametr kirib bir karra takror ko'rsataman. Svetini bosib, komanda stрока, uning ichidan ключевой слово parametr komandani bosasiz. Xohlasangiz qizil, xohlasangiz yashil. Bu kayfiyatingizga qarab bosaverasiz. Men ko'proq yashil ishlataman. Yashil yoqadi. 1 minut keyin okey tugmasi. Mana chiqib endi joyiga tushdi. Mana ko'ryapsan? Yashil yonyapti. Shu buyrug'iga ta'sir qiladi o'rtoqlar. Bu endi o'zimizga o'sha mana chertish bir bo'yicha qilingan o'sha ishimizda, ya'ni nastroykamiz shu harda ham shu varag'i o'sha ekrani har safar ochilaverish uchun saqlanib qilishimiz kerak. Xuddi Excel Wordda kim ishlagan bo'lsa shunday. Ya'ni mana bu bitta bosamiz sirkasini. Suhrob 2 o'timiz ekan. Saqlanib tekshirib kartka bo'lsa ham bo'ladi. Taboqasini Rabot basma kemayeshetga misol uchun birinchi mavzu deyman. Sizlar uchun bu. Mayli rostini ko'rsak birinchi mavzu sanani ko'ramiz. 25 ekan. 25 12 2025. Masalan, saqlanib qilamiz. Bu olam Gulston. Demak, kiramiz. Mana birinchi mavzu ko'ryapsizmi? Turibdi. Shuning bilan bugungi interfeys bo'yicha qisqacha mavzumiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr olsun.